S90 kolonka uchun usilitel so'ragan akalarimiz uchun 3 xil variantdagi usilitellarimiz sotuvda. Videoni oxirigacha ko'ring, oxirida narxini aytib o'taman. Xo'p, birinchi usilitelimiz akalar Amfiton 1000 stereo hi-fi bo'ladi. Ko'pchilik biladi. S90 uchun juda mos tushadigan usilitellardan biri hisoblanadi. Usilitelimizda muammo yo'q, ikkita kanallar ham cho'tka ishlab turibdi. Bluetooth o'rnatilgan, zvukida muammo yo'q. Xo'p, ikkinchi usilitelimiz akalar radio texnika u 101 bo'ladi. Buni ko'pchilik yaxshi ko'radi. Juda chiroyli ishlangan usilitellardan biri. Unaqa moshni usilitel bo'lmasa ham, lekin zvuklari cho'tka. Xo'p, ikkinchi usilitelimiz akalar radio texnika 7111 modeli. 8 ohmli variantlar uchun yaxshi, bu 4 ohmlik uchun bo'lmaydi. 8 ohmli S90 lar uchun bemalol ulab ishlasani bo'ladi. Zvuklari o'ta bomba bo'ladi. Bunga Bluetooth o'rnatilmagan xohlovchilar bo'lsa, bunga ham Bluetooth o'rnatib beramiz. Xo'p, akalar narxiga o'tadigan bo'lsak, endi Amfitonimiz $135, dastavkamiz bor Libovlatga. Radio texnika 101imiz $95. Radio texnika 7111 8 ohmli usilitelimiz esa $145 akalar. Libovlatga dastavka qilib beramiz, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Pastda nomer qoldiramiz. Radio texnika doim sizlar bilan.